To'xtang. Qo'lingizdagi telefoningizni bir chekkaga qo'yib, menga 30 daqiqa vaqt ajrating. Chunki men sizga hozir aytadigan gap cho'ntagingizdagi pullaringizni saqlab qolishligi mumkin. O'zbekistonda har kuni minglab odam birgina telefon orqali bitta ikkita tugmani bosishi bilan 2 daqiqa ichida kartasiga pul tushadi. Zo'r-ku deyishingiz mumkin. Oson, hech kim sizdan hech narsa talab qilmadi. Lekin bitta savol. O'sha 2 daqiqa ichida kim yutdi? Siz emasligingiz aniq. Chunki o'sha ilova sizga pulni 2 daqiqa ichida beradi, lekin 1 yil yoki-da 3 yil muddatda bo'lib qaytarib oladi. Ana endi eng qo'rqinchli joyga keldik. Siz 100 ming so'm qarz oldingiz, lekin o'sha 100 ming so'mni 140 ming so'm qilib 1 yildan keyin qaytarasiz. Xo'sh, 40 ming so'm qayerdan keldi va u kimni cho'ntagiga boradi? Va nega buni sizga tushuntirishmadi? Tushuntirishsa, siz olmaysiz. Ularning biznes ham aynan bitta narsa ustiga qurilgan. Sizni tushunmasligingizga. Va bugun biz bu narsani buzamiz. Keyingi 30 daqiqa ichida men sizga mikrokredit haqida hammasini aytib beraman. Foiz qanday hisoblanishidan tortib, tuzoqdan qanday chiqib ketishgacha hammasini shunaqangi tushuntirib beramanki, siz hech qachon hech qanday shirin so'zlarga 2 daqiqalarga aldanib qolmaysiz. Men sizni boy qilmoqchi emasman. Men sizni aldanmaydigan qilmoqchiman. Bilaman, kredit, foiz, stavka degan paytda juda ham ko'pchilikni boshi og'riydi va bu narsa men uchun emas. Men bu narsani tushuna olmayman deydi. Lekin men sizga va'da beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz mikrokredit haqida hammasini tushunib olasiz. Chunki men bu ma'lumotlarni o'zimni do'stimga choyxonada gapirib bergandek gapirib beraman. Hech qanday oldi-qochdi gaplarsiz, chalkash gaplarsiz. Hammasi siz uchun aniq, ravon va tushunarli bo'ladi. Nega bu video muhim? Chunki mikrokredit kartangizga 2 daqiqada pulni tushirib beradi. Reklamalar bo'lsa har yerda. Pul kerakmi? Bitta tugmani bos. O'zbekistonda 2025-yilga kelib mikrokreditlar 56% ga oshgan. Bu degani jami beriladigan kreditlarning eng ko'p qismi mikrokreditlar bo'ldi. Kredit nima? Oddiy til bilan aytganda, kredit bu qarz. Ya'ni siz kimdandir qarz oldingiz va uni qaytarasiz. Xuddi bolaligingizda qo'shningizdan un olgansiz-ku, to'g'rimi? Keyin uni qaytargansiz. Xuddi shunga o'xshash narsa. Lekin bank sizni qo'shningiz emas. Bank sizga shunchaki bekorga pul bermaydi. Bank sizga pul beradi, lekin siz uni qaytarayotgan paytingizda sal ko'proq qilib qaytarasiz. O'sha ko'proq qismi foiz deyiladi. Xo'sh, unda mikrokredit nima? Mikro bu kichik degani, ya'ni kichik qarz. Odatda 1 milliondan 100 million so'mgacha muddati bo'lsa, 3 oydan 5 yilgacha beriladi. Katta uy yoki mashina uchun emas, odatda kichik ehtiyojlar uchun olinadi va beriladi. Endi esa hammasi onlayn bo'lib qolgan. Siz bitta telefoningizdagi ilova orqali bir nechta tugmalarni bosish orqali kredit rasmiylashtira olasiz. Odatda bu narsa rostdan ham 2 daqiqa vaqt oladi. To'g'ri, bu qulay bo'lishligi mumkin, lekin aynan mana shu qulaylikning o'zi birinchi xavf. Chunki qulay bo'lgan narsa haqida odamlar ortiqcha o'ylamay qo'yadi. Oson-ku deydi va mikrokreditni oladi qo'yadi. Endi muhim bitta savol bor. Mikrokreditlarni kimlar beradi? Bizda 2 xil taklif bor. Birinchisi bu banklar. O'zbekistonda 2026-yil hisobiga ko'ra 43 dan ortiq banklar bor va ular 200 dan ortiq mikrokredit turlarini taklif qilishadi. Ularning litsenziyasi bor, davlat nazoratidan o'tgan va ishonchli. Ikkinchisi, mikromoliya tashkilotlari va onlayn ilovalar. Bular ham qonuniy, lekin biroz shubhali joylari ham bor va aynan mana shu joyda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tasavvur qiling, siz 1 daqiqalik xohishingiz uchun keyingi 1 yil ichida har oy qarz to'lab borasiz. Arziydimi? Yo'q, deyarli arzimaydi. Endi o'ylab ko'ring. Har bitta reklama sizni xohishingizning ustiga quriladi. Pul kerakmi? Hozir ol. 2 daqiqada rasmiylashtirib beramiz. Ilovani o'zida bankka borishning hojati yo'q. Kechqurunmi, ertalabmi farqi yo'q. Hozir ol. Bu so'zlar tasodif deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Bu so'zlar sizga o'ylashga vaqt bermaslik uchun tanlab olingan. Chunki agar siz bir kecha o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qiladigan bo'lsangiz, balkim siz kredit olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ular har doim sizga hozirni o'zida oldirish uchun harakat qiladi. Bitta muhim qoidani hech qachon esingizdan chiqarmang. Nimadir muhim narsa sotib olmoqchimisiz, kredit olmoqchimisiz, o'zingizga 1 kun vaqt bering. 1 kun o'ylab ko'ring va undan keyingina
qaror qabul qiling va aynan o'sha bir kun sizni juda ham ko'p xatolardan va cho'ntagingizni o'pirib yuboradigan pullarni olib chiqib ketishligidan saqlab qoladi. Ana endi yana bitta psixologik tuzoq. Boshqalar olyapti-ku. Qo'shningiz oldi, do'stingiz oldi. Endi men ham olsam bo'ladi degan hayolingiz bor, to'g'rimi? Lekin siz qo'shningizni har oy qiynalib to'lov qilayotganini ko'rmaysiz. Siz uni yangi olgan telefonini ko'rasiz, dabdabali qilgan to'yini ko'rasiz yoki nimadir gadjetlarini ko'rasiz. Uni qiynalib qarz to'layotganini ko'rmaysiz. Va yana bitta muhim narsa, qo'shningizni qarzini sizni qarzingizni qo'shningiz to'lab bermaydi. Sizni o'zingizning daromadingiz bor, uni o'zini daromadi bor. Har kimning holati har xil. Shunday ekan, ko'rpangizga qarab oyoq uzating. Ana endi videoning eng muhim qismiga yetib keldik. Foiz. Foiz o'zi bu nima? Foiz sizga berilgan qarzning, ya'ni pulning ijara narxi. Ha, aynan ijara narxi. Ana endi stavkaga yetib keldik. Foiz stavkasi bu ijarani qanchaligi, ya'ni bu foizda o'lchanadi. Misol uchun, sizga 29% yillik stavka deyiladigan bo'lsa, siz 1 yil ichida olgan pulingizni 29%ni qo'shib to'lab berasiz. Endi diqqat qiling. Aynan mana shu joyda juda ham ko'pchilik adashadi. Yillik degan so'zga e'tibor bering. Misol uchun, yillik 36%. Bu 1 yil uchun degani, 1 oy uchun emas. Va aynan ko'p joylarda sizni aldashadi. Atigi 3%. Bu 3% 1 yil uchun emas, 1 oy uchun. Buni 1 yilga ko'paytirganda 36% bo'ladi. Siz ikkala hisobda ham bir xil reklamaga aldanyapsiz. Endi eng qiziq solishtiruv. Misol uchun, siz bankka depozit qo'ysangiz, sizga uzog'i bilan 17-20% atrofida pul beradi. Lekin siz bankdan qarz oladigan bo'lsangiz, eng kami bilan 29%, ko'pi bilan 42% gacha sizdan pul oladi. Siz aytgan bo'lsangiz, siz bankka pul beradigan bo'lsangiz, sizga kamroq pul beradi. Siz bankdan pul olayotgan bo'lsangiz, siz unga ko'proq qilib qaytarib berasiz. Har qanaqangi vaziyatda ham bank yutadi. Bu oddiy biznes. Siz buni farqiga borishingiz kerak. Keling, endi siz bilan birgalikda realniy hisob-kitob qilamiz. Qo'rqmang, bizga kalkulyator ham kerak emas. Oddiy hisob-kitob. Aytaylik, siz 10 million so'm mikrokredit qarz oldingiz. 1 yil muddatga, ya'ni 12 oyga. 10 millionning 29% bu 2 million 900 ming so'm pul bo'ladi. Ya'ni siz olgan 10 million qarzingizni 1 yil davomida foizini 2 million 900 ming so'mni to'lab berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz umumiy hisobda jami olgan qarzingiz 10 million, uning ustidagi foizi 2 million 900 ming so'm. Ya'ni siz 12 million 900 ming so'm jami 1 yilda to'lab berasiz. Ana endi siz foizni to'liq tushundingiz. Tabriklayman. Ko'pchilik bu narsani umri bo'yi tushunmasdan o'tib ketishi ham mumkin. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu komissiya. Komissiya odatda mikrokredit rasmiylashtirilayotgan paytda olinadigan haq. Ba'zan xizmat haqqi deb ham yoziladi. Masalan, mikrokredit olayotgan paytingizda sizga 1% xizmat haqqi olinadi deyiladi. Juda ham kichik ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin siz 10 million so'm qarz oladigan bo'lsangiz, bu 100 ming so'm pul degani. Va bu faqatgina rasmiylashtirish uchun olinayotgan pul. Va ba'zi joylarda har oy ham komissiya olinadi. Shuning uchun har doim so'rang, komissiya bormi, oylikmi, qancha marta komissiya olinadi? Buni hammasini bilib olishingiz shart. Keyingisi bu sug'urta. Ba'zi kreditlarda sug'urta majburiy qilib qo'yiladi. Agar siz to'la olmasangiz, sug'urta pulni qoplaydi deyishadi. Bu bir qarashda foydalidek ko'rinadi, lekin baribir siz uchun zararli. Chunki o'sha sug'urta pulini ham sizni bo'yningizga ilishadi. Ham sug'urta pulini, ham foizni va olgan qarzingizni ham qo'shib to'lashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi va eng og'riqli nuqtasi bu jarima. Ya'ni siz to'lashga kechiksangiz, sizga jarima yoziladi. 1 kun kechiksangiz sal kichikroq, 2 kun, 3 kun, 4 kun, 1 oylab kechikadigan bo'lsangiz, jarima summasi kattalashadi va bu jarima summasi sizni asosiy qarzingizga qo'shib qo'yiladi va siz buni baribir to'lashingiz shart va zarur bo'ladi. Ana endi eng muhim tushuncha: foiz, stavka, sug'urta va siz to'laydigan barcha to'lovlarni qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz,
siz haqiqiy to'lashingiz kerak bo'lgan summa kelib chiqadi. Bu summani bilishning aniq yo'li bor. Siz bankdan so'rang. Men umumiy hisobda qancha pul to'layman? Men to'laydigan pulni jami yig'indisi nechta pul? Siz hammasini bankdan aniq raqamlar bilan so'rashga haqlisiz va ular bu summani sizga ochiq-oydin keltirib berishga majbur. Agar keltirib bermayaptimi, u yerdan qochish kerak. Endi keling, O'zbekistondagi haqiqiy holat qanday ekanligiga qaraymiz. Qo'rqmang, oddiy qilib tushuntirib beraman. 2026-yil hisobida O'zbekistonda 43 ta bank mikrokredit beradi va ularda 280 dan ortiq turli xil takliflar bor. Foiz stavkasi bo'lsa, eng pasti 29% ni tashkil qiladi. Bu 3 yil uchun va bu holat 2025-yilga qaraganda ancha past hisoblanadi. Chunki 1 yil ichida banklar orasidagi raqobat ancha ko'tarilgan. Yana bir muhim narsa, 2025-yil iyun oyida Markaziy bank yangi qoida qabul qildi. Ya'ni endi banklar to'lov qobiliyatini boshqa narsalarda ham baholay oladi. Bu nima degani? Oldin sizdan rasmiy ish joyi talab qilinardi. Endi bo'lsa, hozirgi moliyaviy holatingizdan, moliyaviy intizomingizdan kelib chiqib, sizga mikrokredit berishlari mumkin. Bu juda ham katta xavf degani. Chunki mikrokredit berish qanchalik osonlashsa, odamlar uni o'ylamasdan olishni boshlashadi. Ana endi sizni quvontiradigan xabar ham bor. 2024-yildan boshlab endi siz kredit rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, majburiy biometrik identifikatsiya joriy qilindi. Ya'ni bu nima degani? Endi sizni pasportingiz bilan, rasmingiz bilan xohlagan odam sizni nomingizga kredit rasmiylashtira olmaydi. Siz kredit rasmiylashtirmoqchimisiz? Siz o'zingizni biometrik identifikatsiyangizdan o'tishingiz kerak. Ya'ni siz kredit olmoqchi bo'lgan paytingizda dumaloq narsa chiqadi-yu, yuzingizni qo'yib, o'zingizni, shaxsingizni tasdiqlaysiz. Aynan shu narsa majburiy bo'ldi va bu narsa juda ham ko'p firibgarliklarni oldini oladi. Hozir men sizga eng ko'p qayg'urishingiz kerak bo'lgan raqamlar haqida aytib beraman. 2025-yil holatiga ko'ra, aholi olgan mikrokreditlar 56,7% ga o'sdi. Ya'ni bu barcha kreditlarning 48,5% mikrokredit degan. Tushunyapsizmi? Va yana bitta achchiq haqiqat. O'zbekiston bugungi kunda dunyodagi eng qimmat kredit beradigan 3 ta davlatdan biri hisoblanadi va biz Turkiya va Zimbabvedan keyin turadigan davlatmiz. Bu degani har bitta oila bugungi kunda ko'proq qarzga botyapti. Shuning uchun ham biz sonlarni, raqamlarni aniqlashtirib olishimiz eng muhimi hisoblanadi. Ana endi ikkita narsani ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Kredit karta va bo'lib to'lash. Bular ham kreditning yashirin turlari hisoblanadi. Misol uchun kredit karta. Siz o'zingizniki bo'lmagan pulni ishlatasiz va uni keyin qaytarib berasiz. Ya'ni siz bankning pulini ishlatib turasiz va ma'lum muddat o'tgandan keyin uni qaytarib berasiz va bu yerda juda ham katta tuzoq bor. Agar siz belgilangan vaqtda pulni qaytara olmasangiz, endi siz uni ustiga foizini qo'shib keyin to'laysiz va bu juda ham ko'p holatlarda mikrokreditni foizdan ham baland bo'ladi. Tushunasizmi? Kredit kartada eng muhim narsa bor. Bu imtiyozli davr deyiladi. Ya'ni foizsiz muddat. Misol uchun 50 kun. Siz o'sha ishlatgan pulingizni 50 kun ichida qaytarib bersangiz, sizdan hech qanaqangi foiz talab qilinmaydi. Lekin bir kun o'tib ketadigan bo'lsa, siz olgan, ya'ni ishlatgan pulingizga foizini qo'shib to'laysiz. Shuning uchun ham kredit karta bu intizomli insonlar uchun, ya'ni siz vaqtida pulni qaytara olsangiz, bu siz uchun yaxshi asbob bo'lishligi mumkin. Lekin siz agar pulni vaqtida to'lashga ko'zingiz yetmaydigan bo'lsa, undan uzoq turing. Chunki bu juda ham katta tuzoq. Endi bo'lib to'lash, ya'ni рассрочкаga keldik. Do'konga bordingiz, bitta telefonni bo'lib to'lashga 12 oy muddatga foizsiz o'z narxida oldingiz. Ba'zan bu narsa rostdan ham foizsiz o'z narxida bo'lishi mumkin, lekin foiz narxning ichiga qo'shiladi, ya'ni telefonni tan narxi sun'iy ravishda oshiriladi va sizga bu foizsiz deb aytiladi. Buni bilib olish juda ham zo'r usuli bor. Aynan o'sha telefonni naqd pulga, nech pulga olishingiz mumkinligini va muddatli to'lovga nech pulga tushishligini so'rang. Agar narxlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, gap yo'q, rostdan ham bu foizsiz hisoblanadi. Agar lekin muddatli to'lovga biroz qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha qimmatroq versiyasi sizni ichiga yashirilgan foizingiz hisoblanadi. Ana endi men sizga bitta sirni aytaman.
Ko'pincha kredit bu juda ham yomon yechim. Boshqa yo'llar bor va ular arzonroq. Keling, ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchisi va eng keng tarqalgani bu pulingizni uyingizda yig'ishingiz. Biroz zerikarli eshitilishi mumkin, lekin siz biroz oldin bankka har oy pul to'lashga tayyor edingiz, to'g'rimi? Endi xuddi o'sha pulni bankka emas, faqat o'zingizni uyingizda yig'ib qo'yasiz va bu pul bir necha yillardan keyin sizga anchagina katta pul bo'ladi va asqotadi. Ikkinchisi bu foizsiz qarz olish. Bu bizni madaniyatimizda eng keng tarqalgan tur hisoblanadi. Do'stingizdan, oila a'zolaringizdan, yaqinlaringizdan va uzoq qarindoshlaringizdan. Va bu narsa sizga juda ham asqotadi. Ya'ni siz bu qarz uchun qo'shimcha foizlarni to'lamaysiz. 10 million oldingizmi? 10 millionni o'zini aytilgan muddatda qaytarib bersangiz bo'ldi. Uchinchisi, qo'shimcha ish qilish. Ya'ni o'zingiz bir ishni qilib turibsiz, uni yoniga yana bitta qo'shimcha ish qilasiz. Bilaman, bu qiyin, lekin qarz olishdan, kreditga botishdan yaxshiroq. Nimadir soting, qanaqadir biznes o'ylab toping, o'zingizga mos, o'zingizning holatingizga mos biror bir yangi ish qilishingiz sizni yanada ko'proq pul ishlab topishingizga sababchi bo'ladi. Ishoning, bu qarz olishdan, kredit olishdan 1000 marta, million marta yaxshi hisoblanadi. To'rtinchisi, uydagi keraksiz buyumlarni sotish. Siz o'zingiz uchun kerakli deb olib qo'ygan, lekin hech qachon ishlatmaydigan buyumlaringiz bor. Uyingizni qidirib ko'rsangiz, ular talaygina. O'shalarni sotsangiz, sizga kerakli bo'lgan pul miqdorini ma'lum bir qismini to'plab olsangiz bo'ladi. Ishoning, bu ham qarzdan ancha yaxshi. Xo'sh, xullas biz siz bilan ancha yo'lni bosib o'tdik. Endi siz mikrokredit haqida kerakli narsalarning hammasini bilasiz. Nimalar haqida so'rashingiz kerak? Foiz qancha, yillikmi yoki oylikmi? Jami bo'lib qancha pul to'layman? Men umumiy to'laydigan summa narxi qancha? Hammasini bankdan raqam-baraqam so'rash haqqingiz bor. Va bularni sizga bank to'liq, aniq qilib aytishga majbur. Shularni esingizdan chiqarmang. Va eng oxirgi gap. Mikrokredit bu shunchaki vosita. Xuddi boltaga o'xshagan narsa. Siz bolta bilan o'zingizga uy qurishingiz ham mumkin va o'zingiz yaralashingiz ham mumkin. Shunchaki uni qaysi yo'lda ishlatish o'zingizga bog'liq. Va eng muhimi, endi sizda bilim bor. Bilim bo'lsa, bu eng yaxshi himoya. Sizni endi hech qanday reklamalar alday olmaydi. Chunki siz o'z bilimingizga tayanib ish tutasiz. O'ylaymanki, bu video siz uchun manfaatli bo'ldi. Agar rostdan ham video sizga yoqqan bo'lsa, uni do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, ayniqsa yaqinda kredit olmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Chunki aynan mana shu video ularni katta xavfdan, katta qiyinchiliklardan asrab qolishi mumkin. Agar siz O'zbekistondan Turkiya, Koreya, Rossiya, Xitoy va 50 dan ortiq davlatlarga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Unread ilovasi orqali bu ishni amalga oshirsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ilova 10 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi va O'zbekiston bozorida eng yetakchilardan biri hisoblanadi.